Jarrohlik amaliyotlari ham 10 yilga bemalol yoshartirsak bo'ladi. Mold jiplari orqali bemalol 10 yilga patsientlar yosh bo'lib chiqib ketishadi. Qattiq stress olgan ayollarda kollagen ishlab chiqarish bitta to'xtaydi, shuning uchun yuzligi bittada osilib ketadi. Shunaqa ayollarimizga yosh tanlamaydi-da, demoqchiman. 30 yoshdan bemalol 40, 50, 60 yoshgacha ham olishligi mumkin. Hech qanaqa ziyoni yo'q, побочный effektlari yo'q. Momentalniy lifting effekti oladi yuzdagi barcha osilgan terimiz shunda yig'iladi. Kechaga kelgan patsientimiz 60 yosh edilar-da. Shunaqa xursand bo'ldilar rezultatni ko'rib. Polniy yuzimiz pastga osilib ketgan edi-da, 60 yoshli ayol. Ko'tardik, shunaqa xursandlar, zo'r bo'ldi. Ziyoni yo'q hech qanaqa. Rezultatda momentalniy effekt beradi. O'zimizda 2 kun, 3 kun ozgina atyoq bo'ladi. Iplar joylashib olish uchun, kimga qilgan bo'lsam, hamma duo qilib довольный bo'lib ketishganda. Rezultati zo'r. Chunki beritilizant muolajalari orqali unaqa effekt hech kim bermaydi-da. Faqat yuzni zo'r ko'taradigan narsa molding iplar.